Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari. Bugungi videomizda men sizlarga Tronkin sayt haqida ma'lumot beraman va bu saytda qancha pul ishlasa bo'ladi va bu saytda ishonchlimi va pul chiqarib bo'ladimi, shular haqida ma'lumot berib o'taman. Unda bo'lsa videoni boshladik o'rtoqlar. Kirganinglarda xuddi shunaqa oyna ochiladi. Ro'yxatdan o'tib bo'lganinglardan keyin faucet bo'lmay kirasizlar. Har soatlik bonusni kapchani terib olasizlar. Ya'ni bu sizlarga bonuslar sizlarni reytingingizga qarab oshib boraveradi. Bu reytingni oshirishni men hozir sizlarga batafsil o'rgatib o'taman. Videoni o'tkazmay tomosha qilinglar. Bonus hisob bo'lganimizdan keyin o'rtoqlar mana 5 ta o'yin bor. Bu 5 ta o'yinda biz o'z omadimizni sinab ko'rishimiz kerak bo'ladi. Bu omadimizni sinashimiz nima uchun foydali? Ya'ni biz mana bu darajamizni oshirib olsak, bizga darajamiz oshgan sari har soatda beriladigan bonusimiz ham oshib boradi o'rtoqlar. Misol uchun biz Iron darajasidan bronza darajasiga o'tishimiz uchun bizga 500 tron plan qo'yilgan. Bu plandan men hozir 256 tasini bajarib bo'lganman va hozir sizlar bilan buni ko'paytirishga o'rgatib o'taman. Ya'ni darajani tez fursatda oshirsa bo'ladigan taktikalarni sizlarga batafsil tushuntirib beraman. Videoni o'tkazmay tomosha qilinglar, like bosib qo'yishingiz sizlardan chiqmasin. Agarda sizlarga yana nima haqida video chiqarishim qiziq bo'lsa, menga kommentariyada yozib qoldiringlar. Sizlarning kommentariylar men uchun juda ham muhim. Dice o'yiniga kiramiz o'rtoqlar. Dice o'yiniga kirganimizdan keyin mana 2x degan joyiga 1.45 qo'yib olamiz. Avtoga o'tamiz va mana bu joydagi knopkani bosamiz va 100 ni o'chirib tashab 201 qo'yib olamiz o'rtoqlar va balansimizga qarab biz summani belgilab olamiz. Menga hozir 500 dan tiksam to'g'ri keladi, adashmasam. Bir o'ynab ko'raman. Sizlarda agar qancha pul bo'lsa, qanchadan qo'yishni bilmayotgan bo'lsanglar, kommentariyada yozib qoldiringlar, men sizlarga uni ham yozib ketaman o'rtoqlar. Start avtobetni bosamiz o'rtoqlar va natijani kuzatamiz. Mana bu bizning natijamiz. Ya'ni hozir biz minusga kirganimiz yo'q, plusdamiz. Mana shu natijamiz hozir 5000 bo'lishi bilan men o'yinni to'xtataman. Chunki men o'zimni qo'ygan planim 5000 deb oldim o'rtoqlar. Mana hozir 5000 ga ozgina qoldi. 5000 dan oshdi, to'xtataman. Ko'rdinglar, yutqizish bo'ldi 2 marta. Endi men buni avtoni o'chiraman va bitta bosaman va bo'ldi o'rtoqlar, men 5000 foydaga chiqdim. Ko'pchilik hozir mana shunaqa vaziyatda 5000 topdim-ku, endi bu pulni men 10000 qilaman deb dalsh o'ynaydi. Ko'pchilik mana shu joyda xato qiladi va bor pulini yutqizib qo'yadi o'rtoqlar. Shuning uchun dagon bilan o'ynashni tavsiya qilmayman. Ozgina o'ynanglar, chiqib ketinglar. Endi mana ko'rsatishlar 256 dan oshmagan, chunki balansimizda 1 tron ham chiqmaydigan pul bor. Ruletka o'yiniga o'tamiz. Ruletka o'yinida ham bir ikkita usullar bor o'rtoqlar. Masalan, 100 dan mana shu 3 ta kataga qo'yib chiqsak ham bizga mana pulimiz avtomatik qaytib keldi o'rtoqlar. Mana 1x bo'lib, xuddi shunaqa qilib o'ynaversak, bizga avtomatik pulimiz qaytib kelaveradi. Hech qanaqa summa yutqizmaymiz. Mana ko'rib turibsizlar, 3x da bir marta yutqizish ham bo'lgani yo'q. Yutqizish bo'ladi, qachonki biz yashil kataga tushirib qo'ysak, o'shanda yutqizish bo'ladi. Masalan, mana betni bosamiz, mana baraban aylanadi. Yashil kataga tushmasa yutamiz. Yashil kataga tushsa yutqizib qo'ygan bo'lamiz. Bu haqida yana to'liqroq ma'lumot beraman. Sizlar qaysi o'yin haqida men to'liqroq ma'lumot berishimni alohida kommentariyada yozib qoldirsanglar, shu o'yinga bitta videoni bag'ishlayman. Shu videoda shu o'yinni analiz qilib chiqamiz o'rtoqlar. Shuning uchun kommentariyada aktiv bo'lasizlar degan umiddaman. Saytimiz ma'lumotlarini tushuntirib berdim o'rtoqlar. Endi saytga pul kiritish va pul chiqarishni ham ko'rsatib bersam,
saytga pul kiritishimiz uchun mana shu silkani bosamiz, ya'ni kooperatsiya qilib olamiz. Kooperatsiya qilib olganimizdan keyin o'zimizda Binance yoki Payer shunga o'xshagan qanaqa kashlogimizda Tron bo'lsa, o'sha kashlogda mana shu balansimizga summani o'tkazsak bo'ladi mana shu manzilga. Agar pul chiqarishimiz uchun mana biza Tron adresi kooperatsiya qilib botga tashlashimiz kerak bo'ladi va botga summani yozamiz. O'rtoqlar, ahamiyat berib qaraysizlar, minimalniy summa 15 tronni tashkil etadi va komissiyaga 0.2 tron olib qolar ekan. Yaxshi natija o'rtoqlar. Men bu saytdan ko'p chiqarganman pul. Hozir adashmasam bo'lishi kerak. Yo'q, adashmasam bundan chiqarganim ko'rinmayapti yoki boshqa telefondan chiqarganman o'rtoqlar. Chunki men bu saytdan ham chiqarib ko'rganman. Yaxshi pul to'lagan. Buni ishonmasanglar Telegram kanalimga teparoqga chiqib yozsanglar ham chiqarib qo'yganman rasmlarni. Hamma narsa haqida ma'lumot berib o'tdim o'rtoqlar. Qancha sizlardan aktiv bo'lsa, men shunga qarab videolar qo'yishni davom etaman o'rtoqlar. Shuning uchun sizlardan poddershka, like ayamingizlar degan umiddaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, kanalda qolishni davom etinglar. Katta rahmat.